Tabriklaymiz. Siz Nur orolidagi mayoqqa qarash uchun tanlandingiz. Bu yer sizga tashlandiq joydek tuyulishi mumkin. Va rostdan ham shunday. Orol hech qanday xaritada ko'rsatilmagan. Sizni olib kelgan qayiq ham tez orada qaytmaydi. Ammo xavotir olmang. Sizda hamma zarur narsalar bor. Konservalangan ovqat, eski radio va albatta mayoqning o'zi. Biz faqat sizdan o'z xavfsizligingiz uchun bir nechta oddiy qoidalarga amal qilishingizni so'raymiz. Birinchi qoida: mayoqni har kecha hech qanday uzursiz yoqing. Ob-havo ochiq bo'lsa ham, tuman bo'lsa ham yoki yaqin atrofda kemalar yo'qligiga amin bo'lsangiz ham baribir yoqing. Ba'zan gap faqat yorug'likda emas, balki noma'lum narsalarni uzoqda saqlashda. Ikkinchi qoida: soat tungi 1 dan keyin 3-xonadagi oynaga to'g'ridan-to'g'ri qaramang. Agar yarim tunda ichkarida bo'lsangiz, ko'zlaringizni yuming. Asta-sekin orqaga qayting va eshikni qulflang. Esda tuting, eshikni qulflang. Uchinchi qoida: har juma kuni soat aynan 3:33 da old eshik taqillaydi. Ular nima deyishidan qat'iy nazar eshikni ochmang. Javob bermang, hatto eshik yaqinida nafas ham olmang. Ular sizning ismingizni bilishadi, lekin siz ularnigini bilmasligingiz kerak. To'rtinchi qoida: radio ba'zan o'zi yoqilishi mumkin. Siz eski ovozlarni eshitasiz. Ba'zan hatto o'z ovozingizni ham. Qanday tanish tuyulsa ham yoki kimdir yordam so'rayotgandek bo'lsa ham, eng baland qichqiriqlar eshitilgach, uni o'chirib qo'ying va o'zingizni hech nima bo'lmagandek tuting. 5-qoida: agar uzoqda ikkinchi mayoqning miltillashini ko'rsangiz, u ilgari hech qachon bo'lmagan bo'lsa, darhol yerto'laga yuguring va eshikni qulflang. Quyosh chiqmaguncha kuting va derazadan tashqariga qaramang. Eng muhim qoida haqida aytishni unutib yozdim. Agar uzoqda qutqaruv kemasini ko'rsangiz, xursand bo'lmang. Hech qachon mayoq ichida ekaningizni ularga bildirmang. O'sha kemadagi odam unchalik mehmondo'st emas. Umid qilamanki, sizning lavozimingiz oshiriladi. Omad.